rang-barang bo'lishini kutamiz. Rang-barang bo'ldi, 5000 so'm tutamiz. Sepib foydalansak. Xo'sh, sal balandroq bo'yi baland odamlarga. Assalomu alaykum hammaga. Chilonzor avtostansiyasi, bu yoqda Chilonzor metroning o'rtasida, binoning chekkasiga mana shunaqa atir apparat qo'ydik. Hozir qanday ishlashini ko'rsatamiz. Kelasiz, o'zingizga yoqqan atirni tanlaysiz. Misol uchun buluchanni tanlaymiz. Nechta sepishini tanlaymiz. Xo'sh, nima orqali to'laysiz deyapti. Birinchi biz nalichini tekshirib ko'ramiz. Ozgina kutamiz. Bu yoqda leta rang-barang bo'lishini kutamiz. Rang-barang bo'ldi, 5000 so'm tutamiz. Xo'p, 5000 so'm tushdi. Mana shu knopkani bos deyapti. Mana bu yerda yonib qoladi. Knopkadan sepib foydalansak. Xo'sh, sepib oldik. Endi esa kart orqali, hozircha uz kartda ishlaydi. Bitta kart orqali ham sepib tekshirib ko'ramiz. Buning uchun nima qilamiz? Kerakli atirni yana tanlaymiz. Nechta sepishimizni tanlaymiz. Endi bu safar terminalni tanlaymiz. Terminalni tanladik. Ozgina kutsak, bu yoqda summa ko'rsatadi. Mana 5000 so'm ko'rsatdi. Endi kartamiz orqali yetkazdirsak, to'lov amalga oshiriladi. To'lov amalga oshirildi. Mana shu knopkani bosing deyapti, yana bitta sepib ko'raman. Xo'sh, sal balandroq bo'yi baland odamlarga normada bo'lishi mumkin. Ko'zingizga ehtiyot bo'lasizlar, bu yerga yozib qo'ygan. Pastda reklamalari, agar muammo bo'lsa, shu pastdagi telefonlarga telefon qilsangiz ham bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.